Salom do'stlar, Duolingo yordamida ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Nemis darslarini ko'rib chiqamiz bu videomizda. Bugun 3-kunimiz xullas. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Mana bizga уже x3 ya'ni triple bir nimalar berib tashadi. Mana hop, boshladik. Milk degan demak. Milk. Ovozni ko'taramiz. Please degani bitta. Bitte. Bitta. Coffee. Cafe. Kaffee. Hello. Hallo. 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 And. Und. Aha. Wine degan demak. Wein. Wine. Bir xil o'qiladi. Hallo. Hallo deyapti. Hallo. Davom etamiz. Coffee demak. Kaffee. Cafe. Aha. Kaffee oder Tee? Kafe oder Oder tea. Tee. Yaxshi. Demak 500 lik. Bier oder Wein? Beer, piva yoki beer or wine deyapti. Beer or wine, ya'ni piva yoki vino. Ra. G'a. Ra. Ja, danke. Yes, thank you. Danke degan rahmat. Danke. Ko'rishinglar mumkin. O. 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 O harfini eshittirdi. Danke. Tschüss. Hop, thank you, bye. Danke, tschüss. Biza demak bitta mashqni oxirigacha bajardik. Practice complete. Va bizga olmoslar beryapti, diamondslar. Qanaqadir. Xo'sh, yana bitta mashq bajarib qo'ysak, menimcha bugunga yetadi. Va bugun 3-kunimizda. Boshlaganimizga ham 3 kun bo'ldi, mana. Xo'p, yaxshi. Demak, keyingisi. Davom etamiz. Der Film. Der Film deyapti, the movie. Yaxshi. Demak, movie degan film ekan, film. Die Geige. Die Geige ekan, die Geige nima bo'lishi mumkin? Batmi? Die Geige. Violin ekan, skripka ekan. Yaxshi. Die Geige ist sehr teuer. Die Geige ist sehr teuer deyapti. The violin is sehr degani very degani, ya'ni juda. Teuer degani qimmat degani, ya'ni skripka juda ham qimmat deyapti. The violin is very expensive. Nemischasi? Die Geige ist sehr teuer. Aha. Spielst du ein Instrument? Keyingisi spielst du ein Instrument degani. Hop, do you bilan berilsa kerak. Do you play an instrument? Ya'ni instrument degani Instrument. instrument, ya'ni musiqa asbobini chala olasanmi deyapti. Yaxshi. Peter und Alex, könnt ihr ein Instrument spielen? Ana endi bizga gapirishimiz kerak. Hop, ketdik. Peter und Peter, demak yaxshi. Ozgina. Max und Nina, habt ihr heute Zeit? Hop, Max va Nina deyapti. Max and Nina. Hop, habt ya'ni have. Yo'q, do you have time today? Yaxshi, ya'ni siz Wir möchten zusammen surfen gehen. ya'ni sizlarda bugun vaqt bormi deyapti. Xo'p, wir möchten zusammen surfen gehen deyapti. Zusammen. Zusammen degani demak birga degani, möchten Möchten. would like to, where degani biz degani we, Surfen. surfen degani surf, gehen bor. Gehen. Yaxshi. Hop, gut. Wann habt ihr Zeit? Brauchst du einen Stuhl? Hop. Ya'ni bugun biza birgalikda surfing uchun boramizmi deyapti va javobida yaxshi. Vaqtini ayta olasanmi? When do you have time? Qachon vaqting bor deyapti. Ich mag Fußball. Möchtest du ein Spiel sehen? Xo'p, Mag. I like degani demak. Hop, I like football. That's Fußball. soccer. Demak, muxtis degani. Möchtest. Would you like to degani. Would you like to watch? Qarang. Ein Spiel sehen degani. Sehen watch bilan bir xil. Mana. Sehen.
ya'ni ko'rmoq, tomosha qilmoq va spiel bu yerda o'yin, a game. Ein Spiel degani bu yerda Ein. artikli va o'yin. Yaxshi. Mia und Markus, spielt ihr Tennis? Mia und Markus topib olamiz. Mia and Markus spielt ihr Tennis deyapti. Ya'ni du you demak spielt bilan beryapti. Play degani tennis endi. Bo'ldi. Yaxshi. Navbatdagi darsimizni a'lo darajada 100% aniqlikda bajarib oldik. Va bizada reklamani o'tkazib yuboramiz. Va bizada mana bunaqa yana olmoslar beryapti. Bugunlik yomon bo'lmadi menimcha. Levelimizni ko'tarib, 2-o'ringa ko'tarilib oldik. Yaxshi. Xo'p, bugunga yetarli menimcha. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.